voy bu shablonni inson qo'ygan-ku. Maqsading nima? Missiya nima? Biza xohlayotgan baxtdan keyingi holat yo'qligini tushunganimizdan keyin kelinadigan joyda. Hayotni osonlashtiraylik. Buni rolizmi? Ayollik roli osonlashtiring. Nilufar, siz ham juda uzoq yildan buyon aynan bir psixologiya emas, psixologiya juda ko'p ta'limlarni o'rganib kelayotgan va o'rgatib kelayotgan insonlarga ayolsizda. Men ham o'zimga xos, albatta o'zimni ustimda muntazam ravishda ishlayman. Meni auditoriyam buni juda yaxshi bilishadi. Keling shu kun ayollarga bir juda kuchli mavzuni psixologlar yoki mutaxassis sifatida emas, ayol sifatida ochishlariga yordam beramiz. Chunki ayol tilini ayol tushunadi, psixolog tilini psixolog tushunadi. Nima dedingiz? Menga doim bir his qiziqda, shu bog'lamanda bir narsaga. Siz nima deysiz shu haqida? Inson nomlarda bog'ladigandek tuyulib ketadi menga. Bir nomga kirding, misol uchun sen psixologsan, sen tikuvchisan, sen o'qituvchisan, sen shunda abadul-abad yashashing kerak. Yoki seni mana shu xarakterlisan, sen shu xarakteringda davom etishing kerak. Yoki meni his qildingiz deb o'ylayman. Shuni kengroq nima deb his qilasiz? Bilasizmi, oxirgi paytda shu mavzu ko'payib ketdi. Meni missiyam nima? Qalb kasbim nima? Missiya qidirish bilan band bo'lib ketdi-da. Insonlar juda ham bunga nima deydi? Spros ko'p. Missiya deganda bilasizmi, biz o'zimizni bitta dona qolip ichiga solmoqchi bo'lamiz. Ya'ni o'sha nomni ichiga solmoqchi bo'lamiz. Nomni ma'lum bir naqalari bor-da, nima deydi? Qonun qoidalari bor-da. Masalan, sen ayol bo'lishing uchun, masalan, sen ona bo'lishing uchun, masalan, sen farzand, tikuvchi, yana qanaqadir nom bo'lishing uchun mana bulardan o'tgan bo'lishing kerak. Mana masala senda galочка qo'yilgan bo'lishi kerak. Uni anaqasi bor-da, chegarasi bor. Har bitta nomning chegarasi bor. Va meni missiyam, missiya deyilganda, meni missiya orqali qanaqadir chegarani ichiga kirmoqchi bo'lamiz. Meni o'zimda shunaqa jarayon bo'ldi-da. Shunaqa period bo'ldi, nomlardan shunaqangi siqilyapman, kirgim kelmayapti. Ayniqsa mana shu psixolog degan nom shunaqangi meni chegaralayotganini ko'rdim-da. Agar meni shunaqa chegaralaydigan bo'lsa, menga bu nom kerak emas, bo'ldi, ishimni ham yig'ishtiraman, boshqa narsani ham yig'ishtiraman dedim. Nomni o'zimdan olib tashlaganimdan keyin, ya'ni masalan, psixolog degan nomni ichida qanaqa eri bilan yaxshi bo'lish kerak, anu yaxshi bo'lish kerak, mama yaxshi bo'lish kerak, женственный bo'lish kerak, qancha bu ramkada nomlar bizani shunchalik toraytiradi. Ongimiz kengayganidan keyin, o'zimiz rivojlanishni boshlanganimizdan keyin bu ramkani ichiga sig'may qolamiz. Va mana shu ramkada bo'lishim kerak degan fikrni o'zi, mana shu nomni ichiga kirishim kerak degan fikrni o'zi bizani ichimizdagi yaratuvchanlik, ijodkorlikka siqishni boshlaydi. Ayol o'zi ijodkorlik, ayol bu yaratuvchilik, biz yaratamiz. Ayoldan dunyo yaratadi. Nomni ichiga biz o'zimizni kirgizganimizdan keyin o'sha yaratuvchanligimiz yopilishni boshlaydi. Keling shu gapingizga shu bir his, bilasizmi, men psixolog bo'lish ishqi ko'nglimga tushdi-da. O'sha kundan boshlab, ishonasizmi, endi buni eshitib turganlar his qiladi-da, har bitta soha ko'ngliga tushganida inson bitta psixologlikka bog'lamang buni. Hamma kasb haqida gapiryapmiz, ayol haqida gapiryapmiz. Harakat qilishni boshladim, ishonasizmi? Men psixolog ekanman, men psixolog bo'lar ekanman deb o'sha universitet deysizmi? Hamma narsa, erim bilan aytganingizdek munosabat hamma tomondan men o'zimni taxlayapman-da. Oxirlashib ketasiz, bilasizmi? Oxiriga yetmayapman. Men oxirida bir narsa his qilishni boshladim, ishonasizmi? Hech ochila olmayapman-da. Bu Allohga yoqmayotganligini men tushunib qoldim. Klassni. Alloh meni inson qilib yaratganligini, meni psixolog va psixologni bilasizmi? Yaratgan, o'sha bizni yaratgan sistema, uni sen psixologsan, sen mana bu shablon deb yaratmagan ekanda. Biz o'zimizga hamma kasbda shablon qo'yganimizda men tushundimki, voy bu shablonni inson qo'ygan-ku. Qaysidir bir insonlar og'rig'idan kelib chiqib qo'ygan-ku. Yaratgan aytdimi buni? Meni nima baxtsiz qilayotganligini tushundim. Nima meni baxtimdan bo'g'ib qo'yayotganligini tushundim va men quloq solishni boshladim. Keyin men o'yladimki,
o'zi missiyang nima? Shu psixolog bo'lishdan yoki tikuvchi bo'lishdan yoki tortchi bo'lishdan maqsading nima? Missiya nima? Baxtli bo'lish va baxt ulashish. Keyin qog'oz ruchka qo'ydimda mana oddiygina sizga hamma mutaxassis beradigan men ham yozishni boshladim. Qarasam men allaqachon Alloh meni yaratgan vaqtida o'zim tayyor bo'lgan ekanman yashash uchun. Lekin men 37 yil umrimni qachonman mana shu qaysidir bir inson qo'yib qo'ygan nomga to'liq mos tushsam deb 700 ta nom qo'yganman. Harakat qilgansiz o'shanga kirishga. Lekin battar men botib ketdim. Qachonki men yaratilganimda va men o'zi insonligimni o'zi buyukligi men o'zimni taxlab yana deganim sari uni qudratiga iymon keltirayotganligimni tushunib qoldim. Va shundan keyin ochilishni boshladim va men bitta anaqa eshitib qoldim. Post o'qib qoldim-da, postda yozilgan edi. Endi bu anaqa fantaziya qilingansigina o'lganimizdan keyin ikkita dona savol beriladi deyilyapti-da. Nima savol desa, birinchisi baxtli bo'ldingmi? Ikkinchisi baxtli qildingmi? Nima deb javob berasan? Shunaqangi menga tafakkur qilishni boshladim. Men nima deyman? Nima deb javob bergan bo'lardim hozir? Baxtli bo'ldingmi? Baxtli qildingmi? Ha, men o'zim ustimda qanchadir ishladim. Men bu savolga qanchadir anaqada miqdorda ijobiy javob berishim mumkin. Boshqa ayollar qanaqa javob berishgan bo'lishardi? Men ko'p o'zimni mijozlarimga savol berdim. Baxtli bo'ldingizmi desam, yo'q deyshapti. Baxtli qildingizmi desam, yo'q. O'zi baxtli bo'lmagan inson boshqalarni hech qanaqasiga baxtli qila olmaydi. Baxtli qila olmaydi. Hozir shu gapingizga psixolog ramkasiga kirgan kunim, psixologlikka havas qilib qolgan kunim, o'zimga ramka qo'yganimda va hozir ko'p ayollar psixologlarni eshitishganda ramkalar boshlandi-da insonlarda. Men o'sha ramkani insonlarga ham berayotganligimni tushunib qoldim. Mana uchun qo'yganman. Keyin ayollarni men baxtli emas, baxtsiz qilib qo'yayotganligimni tushunib qoldim. Sababi birinchi o'zimni baxtsiz qilyapman ekanda, aslida bilasizmi, yashash oddiy ekanligini. Buni eshitganda hozir bilasizmi, bunt bo'lib ketadi, bilasizmi, kimlar ichida bunt bo'lib ketadi. Hozir pul topa olmay turgan ayollar ichida eri bilan hozir munosabatlarni jamla olmayotgan, ish qilib hammamizda og'riq bor-ku, shu insonlar bizni eshitganda ular aytadiki, "Voy, yana boshlandi, hayot oson ekan." Bilasizmi, qachon hayotim osonlashish boshladi? Qachonki kimnidir o'zimdan yasab bo'lgandan keyin baxtli bo'lish emas, hozir baxtliman deb his qilish boshlaganimdan keyin baxtdan keyingi etap haqida o'ylashni boshladim. Baxtdan keyingi etap bilasizmi bu nima? Kulasiz hozir. Shunchaki shartsizlik. Shunchaki shartsizlik. Shartsizlik qachon shartsizlikni his qilamiz? Biz nima derkanmiz ayollarga? Sen shartsiz bo'lsang, sen baxtga erishasan, yo'q. Tug'ilganda o'zi shu yer yuzida omadli tanlab kelganida u o'zi baxtli ekan u. Uni qidirish uchun 37 yil sarflabman. Uni hozir men o'zi tug'ilganimda men erishib bo'lganligimni anglaganimdan keyin men keyingi maqom deyiladimi, nima deyiladi? Men shu haqida his qilishni boshladim. Ya'ni bu shartsizlik. Allohni bir yaratganni deymizmi, shu sistema, hammani, butun insoniyatni, hayotni deylik, ko'pchilikki mana Xudo haqida, yaratgan haqida gapirsang, ko'pchilikda qo'rquv uyg'otadi-da bu narsa. Qanaqadir bundan o'zim siz ham men ham o'tganmiz-ku. Men anglash boshladimki, ha, shartsizlik. Na psixologlikda shart bor, na tikuvchilikda shart bor, na ayollikda shart bor. Shartni qo'ygan kunim, baxtli bo'laman degan kunim, men individualligimni unutgan kunim ekan. Da, shunaqa. Lekin bunaqa latofat qarang, mana shartsizlik deysiz-ku, boya aytganingizdek bu maqomda, daraja. Bunga qachon kelinadi? Albatta bu rollarni o'ynab bo'lganingizdan, tushunganingizdan keyin bu yerda kichkina joyligini, bu yerda biza xohlayotgan baxtdan keyingi holat yo'qligini tushunganimizdan keyin kelinadigan joyda bu. Lekin o'sha mana shu sistemani, qonun qoidalar ma'lum bir etapgacha bizga kerak. Mana bilasizmi, nimaga rol kirgiziladi, rolga qonun qoidalar kirgiziladi, bilasizmi?
boshqarish uchun agar butun insoniyatga qonun qoidani olib tashlang, hamma yoqda xaos bo'lib ketib qoladi. Da, o'sha naqadan birinchi pozitsiyadan chiqish uchun, birinchi etajdan chiqish uchun mana shu qonun qoidalarimiz kerak va bu qonun qoidalar insonlarni boshqarish uchun yaratilgan. Masalan, ayol bo'lish, yaxshi ayol bizning mentalitetimizda qanaqa? Erga xizmat qiladigan, qaynonasiga xizmat qiladigan, uylarni chinni-chiroq qiladigan, ovqat qiladigan, bolalariga qaraydigan bir narsa qiladigan bo'lsang, o'zingni unutib, boshqalarga o'zingni fido qiladigan bo'lsang, sen yaxshi ayolsan, yaxshi onasan, yaxshi kelinsan deb anaqalarga kirgizilamiz. Nima deydi? Qonun qoidalarga ichiga kirgizilamiz. Agar mana shu shartsizlikka chiqib ketilinsa nima bo'ladi? Prosta xaos bo'lib ketib qolinadi. Bilasizmi, hozir mana shu gapingizda, mana shu podkastlarning yaxshi tomoni shuki, mana shu ayollarni bizning ichimizda bir-birimizga nisbatan tug'ilayotgan savol, ularning ichida avtomatik tug'iladi-ku, bir kishi buni ochib berish qiyin-da, shuning uchun ham zo'r deb o'ylayman-da. Menda mana shu aytgan insoniyatda eng katta qo'rquvni anglab qolganman-da. Eng katta qo'rquv o'zimdan anglaganman. Farzandimga erkinlik bersam, uni baxtli bo'lishiga ruxsat berib yuborsam, nima bo'lib ketadi degan qo'rquv bor ekan. Turmush o'rtog'imga erkinlik bersam, demak shuni biz ochishimiz kerak ekanda, qarang, qanaqa mo'jizaviy. Turmush o'rtog'imga erkinlik bersam, nimalar bo'lib ketadi degan qo'rquv bor ekan. Keyin depressiya, bular bilan o'sha kurs yozayotganimizda ma'lumot almashdik va shu og'riqlar bilan bir kun shunaqa bo'ldimanda, kasallik, shu o'limga olib boradigan. Shundan keyin men tushunib qoldim. To'xta dedim. Farzandimni boshqarishdan ham charchadim. Turmush o'rtog'imni, jamiyatni, psixologman deb o'zimni boshqarishdan ham to'xtagan kunim, aytayapman, o'zimni boshqarishdan to'xtasam nima bo'ladi? O'zimga shuni yuzma-yuz qarayapman-da. Mana ayol sifatida gaplashyapmiz. Oddiy. Hamma ham oddiy inson aslida. Prosta nomlar insonni kimdir qilib ko'rsatadi. Nomlardan charchaganman. Bular ham to'ygan. Aks holda birga bo'lmasdik. O'zingni dedim, butun ramkadan chiqarsang nima bo'ladi? Ramkadan emas. Boshqarishdan o'zingni qisib turaman-ku, bitta nom ostiga solib, nima bo'ladi dedim, o'zimga aytyapman. Qalb, yuragim, ichimdan ovoz kelyapti-da. Men senga hech narsa qilib qo'ymayman. Yo borib bolangni bo'g'ib o'ldirib qo'ymayman. Ayollar, sizlarning qo'rquvlaringiz, o'zimiz qo'rquv haqida yoki borib bir erkak bilan yurib ketasizmi hozir? Ramkadan o'zingiz chiqasiz. Yo borib farzandingizni urib bo'g'ib o'ldirib qo'yasizmi? Keyin shunda ichimdan jizitdi-da. Nahotki shuni anglashim uchun shu meni o'ldiradigan kasallikkacha men borishim shart edi. Keyin katta qizimdan so'radim. Menga savol beryapti-da. Mayli, cho'zilsa hozir nima qilamiz, to'xtatamiz. Demak, yondida shu joy. Aya deyapti. Menga savol beryapti. Aya deydi. Siz deydi, men Instagram ochaman, hamma narsa qilaman. Nimaga menga ruxsat berasiz, deyapti. Lekin menga keyin qarang mulohazani. Lekin deydi, siz menga ruxsat berasiz, deydi, men o'sha qilgim kelmaydi, deydi. Men deydi, sizga kelib yopishaveraman, tiqilaveraman, o'paveraman, lekin deydi, dugonamni deydi, otasi Instagram taqiqlagani uchun deyapti, ustozim ko'rib qolibdilar, otasiga telefon qilibdilar, deyapti. Ustozim ish qilib juda otasi bilan qattiq muhokama bo'lib ketgan, avjiga. Keyin u qiz nima qilgan? Nazlo, endi o'zbekcha nima deydi? Zo'rma-zo'raki otasiga qasdma-qas aya deydi, har xil ishlar qilib yuribdi deydi, biz uni bilamiz deydi. Men keyin o'zimni ko'rishni boshladim. Psixolog ramkasiga o'zimni tiqib, bo'g'ib, yaxshi kelin ramkasiga tiqqanim sari erimga nisbatan g'azab, ayolligimiz o'ladi mana shu. Ayolligim o'lib, matkamda bir necha xil kasalliklar, hali endi podkast cho'zilib ketadi. Mavzu boshqa, uni gapirmayapman ham. Qarang, ichim o'pqon ochiladi-da shu joyda. Qanday to'xtasangiz-da endi. Keyin qarasam, farzandlarimga o'shqiraman-da, o'shqiraman. Keyin o'zimdan so'rayapman, shu farzandingni o'shqirmasliging uchun nima qilib berasan desam, bittagina yordamchi olib ber, deyapti-da. Ko'ryapsizmi? Qashqadaryoda bor viloyatda. Toshkentda o'zingizcha ishonmaysiz, begona muhit deysiz, bolamni ishonmayman, qalbim aytayapti. Men senga yaxshi mo'min ayol topib beraman, iymonli inson topib beraman. Qalbim shu bilan oddiygina shu bilan tinchlanyapti. Keyin qarang, aks ettirib erimda bunt bo'lyapti.
erimda bu mani aksimmi ular ayol kishi mani ichim aytib beryaptilar ayol kishi hamma narsani ham qalbingdan qilaverma unaqa bunaqa o'zimni yopishim natijasida aytyapmanda jamiyatga foyda bo'lyaptimi zarar bo'lyaptimi o'zimni yopib o'zimga quloq solmaganimda qaytanga agressiya nafrat kasallik faqat kasalxonada farzandlarimda ham o'sha dugonasi battar otasiga qarshi qarama qarshiliklar anglayapmanki demak har doim ham ichingga quloq solish har doim ham sekin shoshma oldin his qilib ko'rib yashash har doim ham yomon emasligini va siz bilan bizni vazifamiz shunaqa men o'ylaymanda haqiqatdan shunaqa yashab bera olib shunaqa yashaganda biz barbod qilyapmizmi bunyod qilyapmizmi biz namuna bo'lib bera olibgina ayollarni uyg'otishimiz demak buning uchun psixolog bo'lish shart emas tikuvchi bo'lish shart emas inson bo'lish shart ichingga quloq solib buni buyruqlarini qilish deb o'ylaymanda siz qanaqa shunday bitta missiyaga bitta rulga tiqishimiz ham shart emasda shart emas kimdir bo'lishimiz nimadir bizani missiyamiz oddiy bo'lishi mumkin oddiy nimadir ish shog'imma shu gapingizni kovlab qo'yyaptida deydi-ku oddiy narsa bo'lishi mumkin balki bizani anaqa missiyamizdir bitta narsa eshitib qolganmanda bitta kishi o'ladida man hayotda missiyamni topolmadim nima ish qildim man missiyam nima edi bekorga kelib ketdim hayotdan desa bilasanmi sani ishing nima edi deydi u eshik yopib eshik anaqasi og'asi deydi nima deydi yevropalarda borku kimdir kirsa eshikni ochib beradi yopib beradi ozgina payt o'sha ishda ishlagan bo'ladi sani vazifang bu dunyoda kelish missiyang vazifang eshikni ochib yopib berish edi qarang qanchalik oddiy narsa boya aytganingizdek hayot oddiylikda oddiy narsalarda biz nima qilamiz qiyinlashtiramiz hamma narsani qiyinroq bo'lsin mukammalroq bo'lsin anaqa bo'lishi kerak mana bunaqa bo'lishi kerak yo'q biz oddiy yashashni boshlaganimizdan keyin aslida rostakasam yashayotganimizni his qilishni boshlayotganmiz hamma narsa oddiylikda ekan hech aytishganmi bitta gapirganingda insonlarni qudug'ini ochib yuborasan deb ichingizdan aytishganmi shu joyida aytganingizdek mana shu quduqqa man qarang ichimda yonib ketyapti manga Allohim ana shu psixologlik maqomini shu maqomni ayollarni uyg'otish maqomini menga ochib bermadida ochilmadida u xohlamasa bilasizmi nima uchun ochilmagan ekan man tokida his qilmagunimgacha sanga mani ayollar eshitinglar sanga mani ideal bo'lganing kerak emas qachon to'kilib yonimga taslim bo'lib kelganingdagina albatta ma'lum bir o'sha soha vakillari ko'p Alloh haqida gapirganimiz uchun albatta mayli uzr so'raymiz uzr so'ragan holatda mayli hayot deylik hayot menga ochib bermaganligini sababi shunday ekanki qachon maksimallik perfeksionistlikni to'xtatib taslim bo'lib banda ekanligingni man sani bu yer yuziga qiynalish azoblash uchun jo'natganim yo'q qachon sen shuni anglamasang sen ayollarga oddiy ham baxtli bo'la olish mumkinligini bera olmaysan deb qarang qanaqa taslim bo'lib kelganimdagina yo'lim ochilib ketdi va har bitta ayol o'sha o'zini ocholmayotgan aytganingizdek na turmush o'rtoq bilan munosabatda demak u o'ylaydiki turmush o'rtoq bilan baxtli bo'lish uchun anaqa maniga o'sha 700 ta ro'yxat kerak uni hammasiga loyiq bo'lish ichda turgan bo'lsa u yer shuni talab qilaveradida galichka qo'yilmadimi talab qilaveradi-ku pulda ham shunaqa bitta narsa aytaman bu hamma narsani anaqa kaliti bo'lishi mumkin ildiz bo'lishi mumkin hech narsani qiyinlashtirmaylik hamma narsa oddiylik hayotmi mani hayotda mamnaqa bo'lsa sayohatlarga chiqsam mamnaqa qilsam keyin baxtli bo'laman erim mamnaqa bo'lsa ishim mamnaqa bo'lsa farzandlarim bilan hayotim mamnaqa bo'lsa men baxtli bo'laman ideal bo'laman yo'q u yerda qalb xotirjamligi baxtda o'z tagida qalb xotirjamligi yotadi yo'q bu narsada hayotni osonlashtiraylik buni rolingizmi ayollik roli osonlashtiring u sizni ichingizdagi o'sha bo'shashni ilhomni ochsin o'sha rolingiz kelinlik rolingizmi kelinlik sizni ichingizdagi ilhomni ochsin qalbdan qilgin deydi-ku bilasizmi aytishadi-ku men qaynonamga mamnaqa qilganman lekin javob yo'q nega chunki men yozib bergan qonun qoidalarni qilgansan qalbdan qilmagansan qonun qoidalarni chetdan surib tashlab osonlashtir nima roling bo'lsa osonlashtir yengil qara
hozir borimizcha hozir va shu yerda yashash, hozir va shu yerda baxtli bo'lish deymiz-ku, qancha osonlashtirsak, shuncha baxtli bo'lamiz. Murakkablashtirsa baribir ochib bermaydi deng, ruxsat bermaydi. Oson qaraylik. Bilasizmi, bir narsa anglab qoldim. O'sha menimcha yakunlaymiz bo'ldi. Qizimni Garvardga tayyorlayotgandik. Keyin qiyin-ku endi u yoqda. Tegidagi maqsad nima? O'sha chet elda yurishi, boshqa. Endi yana bitta sabablar bor, ular sal shaxsiyroq. Keyin aytyapmiz. Shunchalik murakablashtirish shartmi? Tagidagi maqsadi nima? Shuning uchun ayollarga aytyapman-da, nimadir niyatga yetolmadingiz, demak uni tagida perfeksionistlik yotibdi. Uni tagida yaratgan yo'q. Uni tagida mana bu xohish yo'q. Demakki, juda ham oson bo'lishi kerak. Murakkablashtirdikmi aytganingizda? Anaqa osonlashtiraylik, qiyin qaramaylik, har qanaqangi hayotimizda vaziyatlarga arzimaydi. Menga o'xshab vrach oldiga borganda, bir o'lishing qolmabdi, yonimga kelibsan degungacha olib borish shart emas. Men shunga sabab bo'lgan narsa menga bitta narsa sabab bo'ldiki, eng zo'r bo'lishim kerak, eng mukammal bo'lishim kerak. Men unda da'vo qilayotgan ekanman, undan zo'r bo'lishim kerak. Ochib berilmadi. Hech narsa ochib berilmadi, faqat o'limga qarab ketdim. Bungacha olib borish shart emas. Demakki, biz shu misoldan o'tib, ko'rib, boshimiz tegib, ko'rsatishimiz kerak bo'lgan ekan. Shu missiya bo'lgan ekan, minnatdorman. Berilganiga ham, anglashlarimga ham minnatdorman. Podkast oxirida bitta anaqalarga bizani kuzatayotgan kuzatuvchilarga bitta savol, o'zingizlarga shu savol beringlar va tafakkur qilinglar, u yog'ini kuzatinglar. Men hozir nimaga rahmat ayta olaman? Nimadan xursand bo'la olaman hayotimdagi hozir? 5 ta javob toping. Oddiy narsa bo'lsin, qiyinlashtirmang. Shu savolingizga javob toping va tafakkur qiling. Ko'p narsalar ochiladi, ko'p anglashga keladi. Va bu savolimizga javobni kommentga yozinglar. Boshqalarning ham fikrini o'qish, boshqalardagi osonlik, yengillikni ko'rib qolishingiz mumkin. Bilasizmi, bitta sir, agar kommentga yozgingiz kelmayaptimi, like bosgingiz kelmayaptimi yoki tinglagingiz kelmayaptimi, sal e'tibor qilib ko'ringki, men bu etapdan o'tganman, insonlardan uzilib qolgan bo'lishingiz mumkin. Ichingiz to'lib ketgan bo'lishi mumkin. Yangilikka xohish yo'qmi, intilmayapsizmi? Ichingiz to'lib bo'kib ketgansiz, men bu yoqda tiqilib ketgan, chiqazmayapsizmi? Hozir chiqazishni boshlang. Kasal bo'lib, yorib chiqishi shart emas. Menga o'xshab namuna. Rahmat. Zo'r bo'ldi podkastingiz.